Endi ikkinchi tarafini ishlab ko'rsataman. Ya'ni mana bu -6 tarafni ishladik. Endi mana bunday qilib dumaloq qolaman va mana bu tarafni alohida xuddi tenglamadek qilib yozib oling. 2x + 8 taqsim 4 kichik yoki teng 3. Mana bu ifodani, mana belgini, mana bunday tepasini yopsangiz xuddi tenglikka o'xshab qoladi. Bu kichik yoki teng degani. Ya'ni teng bo'lsa edi agar, bu tenglamaga o'xshagan bo'lardi. Tenglamani qoidasi qanday bo'lsa, tengsizlikning qoidasi ham xuddi shunday. Tengsizlik tagidan tengsizlik yozib oling. Bu bo'lish bo'lib turibdi. Tenglama qoidalariga ko'ra bo'lishning teskarisi ko'paytirish edi. Bu yoqda 3 mezbon, bu mehmon bo'lib o'tadi-da, ko'paytirish bo'lib o'tib oladi. Mana bu yerda esa 2x + 8 o'zi qoldi. Keyin yana tagidan buni yozamiz. 3 kere 4 12, 2x + 8. Endi yana tengsizlik yozdim. Endi mana bu 8 ni bu tarafga o'tkazishim kerak. Tenglamani qoidasiga ko'ra plyusni ishorasi teskarisi 12 - 8 bo'ladi. 8 bu yoqqa minus bo'ldi. 2x o'z holicha qoldi. Ana endi mana bu x dan oldidan 2 ni qutqarishimiz kerak. Uning uchun mana bu tengsizlikni yozdim. Bu tarafni hisobladim, 4 bo'ldi. Mana bu 2x yozildi. Endi mana bu yerda ko'rinmaydigan ko'paytirish bor. Ko'paytirish bu tarafga bo'lish bo'lib o'tadi. 4 bo'lingan 2. Yana tengsizlik. 4 ni 2 ga bo'lsak, javob 2. Endi umumiy qilib yana bitta video chiqaraman. Umumiy bu yerda nima deyilayotganini tushuntiraman.